Assalomu alaykum. Dubay Sharjadaman. Shunchaki o'zbek bo'lganim uchun report qilishdi. Ertalab soat 3:40 da Sabiha Istanbuldan Sharja Dubayga qo'ndim. Sababsiz 9-10 soat ushlab o'tirishdi. Pasportim turadi qo'lida olib qo'yishgan. 9 soat o'tgach bittasi keldida, xodimlardan bittasi kelib, sizning soat 9 ga Toshkentga biletingiz bron qilindi deyishdi. Nimaga deb sababini so'rasam, hech qaysi savolimga javob berishmayapti. Immigration deyishyapti. Faqat boshqa hech bir savolimga javob berishmayapti. Pasportimni ko'rsam bo'ladimi? Nimaga deport bosdingizsa, pasportimni ham berishmayapti hozir. Soat 9 da uchidan oldin registratsiya qilib, ana undan keyin pasportni qo'lingizga berib yuboramiz deyishdi. Orzularim hammasi, bron qilgan gastitsalarim, ekskursiyalarim, turlarim, safarlarim, aviachiptalarim, xudo xolasa hammasi tuydi. Kim chora ko'radi, kimni qo'lidan keladi, kim nazorat qiladi buni? Iltimos nazorat qilinglar.